Rasman iPhone 17 Pro va iPhone 17 Pro Max chiqdi. Ranglari qanaqa bo'ldi desanglar, mana bunaqa ko'rinishda bo'ldi. Cosmic Orange, Dark Blue va Silver rang 3 xil rangdan iborat bo'ldi. Dizaynlari esa butunlay alyumin bilan qoplandi. Uchala kamerasi ham 48 megapikselga ega bo'ldi va 8K da videoga tushira olasiz. Optik zoomlarga keladigan bo'lsak, 8x qo'shildi va 4x qo'shildi. Sifrovoy zoom esa endi siz 25x gacha emas, 40x gacha yaqinlashtirsangiz bo'ladi foto rejimda. Bir vaqtda o'zida oldi kamerasida ham va orqa kamerasida ham videoga tushirsangiz bo'ladi. Ajoyib zo'r funksiya qo'shdi. Center Stage, ya'ni selfie rasm tushayotgan paytingizda oldingizga bir sherigingiz keladigan bo'lsa, avtomatik ravishda sun'iy intellekt aniqlaydi va rasmni sherik qilib rasmga tushirib beradi. Agarda sizni old atrofingizda 4 kishi bo'ladigan bo'lsa, avtomatik ravishda rasmni gorizontal holatda rasmga tushirib beradi. Narxi esa iPhone 17 Pro ning bazaviy versiyasi $1100 bo'ladi, iPhone 17 Pro Max esa bazaviy versiyasi $1200 bo'ladi. Bu esa yangi iPhone Air. Ekran duymi 6.5, ProMotion 120 Hz da ishlaydi. Asosiy kamerasi 48 megapiksel bo'ladi va oldi kamerasi esa 18 megapiksel bo'ladi. 0.5x bo'lmaydi, 1x bilan 2x optik zoom'i bo'ladi. Yupqaligi esa 5.6 mm bo'ladi. Dunyoning eng ingichka smartfoni, faqatgina Yeshinda ishlaydi. A19 Pro chipga ega bo'ladi. M1 ga qaraganda kuchliroq bo'ladi va yangi chip o'rnatishgan C1X, ya'ni C1 chipga qaraganda 2 barobar tezroq ishlaydi. Ramkalari esa titan bo'ladi. Bazaviy versiyasi $1000 bo'ladi. 4 xil rangdan iborat bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, Sky Blue, Light Gold, oq va qora rangdan iborat bo'ladi. Lekin juda ham chiroyli. Mana shu iPhone Air. Va nihoyat iPhone 17 ning o'zi endi ekrani ProMotion bo'ladi, ya'ni 120 Hz da ishlaydi. U ham 5 xil rangdan iborat bo'ladi. Yengilliklar shundan iborat edi. Sizga qaysi biri yoqdi? iPhone 17 Pro mi yoki iPhone Air mi yoki iPhone 17 ni o'zimi? Kommentariyaga o'zingizlarning izohinglarni yozib qoldiringlar. Qisqa rolik shundan iborat edi. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Mana shu yengillikni barcha iPhone ishlatadigan do'stingizga jo'natib qo'yinglar.